Qashqarning valisi Ömer Damolla. Ömer Damolla 1907-yili Qashqarning Opal yezisida Abdullah Hüseyin Axun atliq bir Uyg'ur dehqonning oilasida dunyoga kelgan. Uning bovusi Hüseyin G'ozi Opal xalqiga yetakchilik qilib 1878-yili Atiyozda Qashqarni yengil ishg'ol qilgan Zozongtang kuchlariga qarshi qo'zg'olon ko'targachga Qashqardagi Lujintang Opaldagi qo'zg'olonni dahshatlik bostirgandan keyin shahodat sharbiti ishgan Hüseyin G'ozining jamoatidagi hammaylarni qattiq jazolab, bu jamoatni 20-asrning oldingi yerimidagi eng kambag'al va yo'qsul jamoatlarning biriga aylantirib qo'ygan edi. Ömer Damollamning dadisi Abdullah Axun dal ashu kulpatlik yillarning qiyinchiligida o'sib yetilgan kishi edi. 1907-yili Atiyozda Qumulda qo'zg'algan torpaqlar qo'zg'oloniga qisqa vaqt shohid bo'lgan Opalning o'limasi Qashqar Opalga qaytib kelganda Ömer tug'ilgan. Shunlashqa bu o'limaning bu balaning turqi va bastiga masligi kelib, uni kelajakda adil va keskin bir hukmronga aylansin deb umid qilib ismini Ömer deb qo'yib bergan. Demisimi shu chaqda Qashqarning amaliy huquqi Ömer Bay ismli bir bayning qo'lida bo'lg'ashqa, ko'pincha kishilar ballarga ashu odamning ismini qo'yishga yeris edi. Ömer kichigidan boshlabla intayin zerak va qo'rqmas bola bo'lg'ashqa, Opalning dinni peshvosi Ömerni bola qilib olgan. Ömer 17 yoshigacha mushu kishidan eng dastlabki dinni savodlar va bilimlarni puxta o'rgangandan keyin ustozi uni hayron qoldirib, uningga alam mahoratini o'rgatishga boshlagan. To'limu afsus, bu kishining Ömer va bir necha yosh bolaga qalam va alamdan tangli ta'lim berayotganligidan ayg'oqchilari orqali xabar topgan Qashqar Dotiyi Mashavu 1931-yili yozda Opalning dinni peshvosini Qashqarga ziyofatga chaqirtib ketgan. Shundan beri uning zodili izderki bo'lmagan. Bu holat yosh Ömerda Xitoy va Tungan banditlarga qarta qattiq o'chmanlik paydo qilgan. 1933-yili bahorda Qashqarning ozod bo'lishi bilan butun Tarim vodisidagi Uyg'ur yurtlari dushmanning tizginidan qutulgan. Ömermi Opaldagi Uyg'urlarga yetakchilik qilib, dushman ustidan g'olib kelgan yurtdoshlar qurib chiqqan yangi hukumatni himoya qilgan. Biroq 1934-yili 6-fevralda Qashqarning Tungallar tarafidan ishg'ol qilinishi bilan tangla Uyg'ur milliy mustaqillik urushlari tuyuq yo'lga kirib qolgan va Uyg'urlarning harbiy kuchi zo'r talafot tortgan. Keyingi 4 oyda Qashqardagi siyosiy vaziyat texmi jiddiylashib, Qashqar shahri qisqig'ini 5 oy ichida necha xil kuchlarning kuch sinishadigan va hokimiyat talishadigan urush sahnasiga aylangan. 1934-yili 7-oyning 17-kuniga kelganda Mahmud Muhitining Uyg'ur milliy qo'shini va ularga bay'at qilgan Qirg'iz va O'zbek partizanlari Qashqar shahriga o'rinlashgandan keyin azizani Qashqarning siyosiy vaziyati asta turaqlashib, ishlab chiqarish va tirikchilik paydin-pay asliga kelgan. Ömer Damollammi Qashqarni qayta qurish ishiga hamdamda bo'lish uchun Qashqar ichiga kirib, xalqning asliga kelish ishlariga yetakchilik qilgan. Bu jarayonda u tezla Mahmud Muhitining diqqatini tortgan. General Mahmud Muhiti uning boshqurish va tashkillash talantini dal vaqtida bayqab qilib, uni Qashqarda ma'muriy xizmatga tayinlagan. Uzun o'tmay Mahmud Muhiti ta'sirini Aqsugacha kengaytirish uchun Ömer'dek qo'rqmas va qaram yigitlardan bir necha kishini Aqsudagi har qaysi joylarga xizmatga avatgan. Ömer Damolla Aqsuda ko'proq qalam ko'rishi bilan shug'ullangan. Shunga u tezla Jallod Shingsayning Aqsudagi jasuslarining diqqatini tortgan. Oqibat 1937-yili 8-aprel Mahmud Muhiti Hindistonga chiqib ketgandan keyin uzun o'tmayla Jallod Shingsay
Ömer Damollamның əmilini östürüş bahanəsində Ürümçiге elib ketken. Ömer Damolla dəsləbdə iqtisad nazarətində işləgan. Keyinçə o arxiv idarəsinin ambırğı məsul bolğan çağlarda u yerdə Uyğur xalqının sərxillərindən musadir qılınğan yoki bulab kelingan nurg'un qo'lyozmalar va klassik asar qomuslarni ko'rish fursatiga erishgan. Bu jarayonda u o'zining milliy, siyosiy va kultur engini texmi o'stirgan. 1938 yildan 1943 yilgacha Jallat Shinsey Sharqiy Turkistondagi qo'lidan ish keladiganligi hamma odamlarni turmalarga solab ve qiynab öldürgen mudiş günlerde Ürümçideki Ömer Damollamның mu günü təsləşkən. Ama herhalde onun siyaset ve iqtisadi cəhətdeki mol bilimini közlü tutkan bir kısım Uygur əməldarlar onu bu qitimki zor tutkun dolqunidan saqlab qilish üçün 1940 yılı onu hazırki Gumi nahiyesinin hakimi, qoşumchi muarif mudiri, mekteplerinin baş müfettişi ve o'qituvchilarning baş sekretari qatorliq vazifalarga tayinlab Jallat Shinseyning ko'zidan yiroq qilgan. Ömer Damolla Gumida taki 1944 yili kuzgacha hokim bo'lib xizmat qilgan. 1944 yili 11 sentabr Jallat Shinsey Xitoyga qaytirilish bilan tangla nilqida portlagan qurolliq qo'zg'olon butun ili vodisini qoplab şu yili kuzda Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilgan. Ammo 1945 yili kuzda Ikkinchi Dünya urushi oxirlashgandan keyin ilidagi Cumhuriyet hukumati Xitoylar bilan suhbat o'tkazishga majburlanib 1946 yili 7 oyda birlashma hukumat qurilgan. Bu chaqda Ömer Damolla 3 efendining tavsiyasi bilan 1947 yili Atiyazdan taki 1949 yili 8 oygacha bo'lgan 2,5 yildak vaqtda Qashqar valisi bo'lgan. Ömer Damolla Qashqarga vali bo'lgan mezgili Sharqiy Turkistonning bo'libmi Qashqarning vaziyati to'limi keskin va murakkab chog'larga to'g'ri kelgan bo'lib, u ana shu xatarlik mezgilda Qashqar viloyatiga vali bo'lib 1947 yildan 1949 yilgacha nurg'un vatanparvar kishilarning pasport rasmiyatlarini osonlashtirib, chet ellardagi inqilob va milliy to'plumning sifatining yuqori bo'lishiga asos solgan. Jumladan Ömer Damolla Uyg'urlarning iste'dodli olimi Muhammad Qosim Aminning dadisiga bundan keyingi vaziyat bizga yomon tarafga qarab mangdiganligi aniq bo'ldi. Shunga sizlar oila bo'yicha chet elga chiqib ketsizlar deb tavsiya bergan va o'zi bir qo'lliq ularning pasport rasmiyatlarini osonlashtirib bergan. Keyincha Muhammad Qosim Hojim Ömer Damollamning tarjima holini va dadisiga aytgan vidolashish so'zlarini xotirlab qo'ygan. 1949 yili kuzda Ömer Damolla valilik mansubini tashlab yurti Opalga chiqib ketgan. Biroq 1950 yili 1-oyda Wang Yinmo Qashqarga kelgandan keyin Gomindang vaqtida amal tutgan Uyg'urlarni yo'qolan bahonalar bilan tutqun qilish boshlanib ketgachga Ömer Damolla Aqsuga ko'chib ketib, burun xizmat qilgan yurtdagi qadinaslar bilan birga yashagan. Biroq 1958 yildan boshlab Ömer Damolla og'ir qismatlarga duchor bo'lgan. Düşmanlar oldi bilan uni yerlik millatchi deb so'rab chiqib sazoyi qilgan va turmalarda qiyin qistoqlarga olgan. 1966 yili yozda Ömer Damolla yana tunji turkumdagi zarbi beriladiganlar qatoridan o'rin olib, aksiyatchi, gomindangchi, milliy bo'lgunchi va chet elga bog'langan unsur qatorliq ko'plagan qalpoqlar kiydirilib, dahshatli kurash qilingan. Ammo u oxirgi tiniqi qolgucha maydisini tik tutib tiz bukmagan. Shu vajidan sesixnomi purkatgan qizil qo'g'dug'chilar va ularning yerlikdagi g'alchilarining tayoq to'qmoqlarida qattiq zaiflashib ketgan Ömer Damolla 1967 yili 7-oyning 5-kuni vafot bo'lgan. Ömer Damolla gerçi Gomindangning partiya a'zosi bo'lgan bo'lsa-mu, biroq u sepi o'zidan
bir Uyg'ur millatchisi edi. Uning ustiga ayni chog'da vatanimizda huquq tutishning oldingi sharti partiya a'zosi bo'lish edi. Shu vajidan Burhan Shahidi 1949 yili 8 oyda Ömer Damollamni vazifasidan ilib tashlagandan keyin hem Gomindang hem Sovet ittifoqi tarafga bu haqda mundaq tushuncha bergan. Qashqarning valisi Ömer Damollaning harakati chataq. Navoda uni ishdan qoldirmagan bo'lsam, Qashqarmo ilidekli markazning tizginidan chiqib ketgan bo'ladi. Sovet konsulxonasiga bo'lsa, Ömer Damolla sepi o'zidan Gomindang paras kishi. Shunga uni qoldirib, o'rniga dahimiz Stalin ishinidigan Abdukerimxon Mahsumni vali qilib tayinladim deb telegramma yo'llagan. Uning har ikki tarafga o'xshamagan ikki xil shaklda doklad yo'llaganiga qaraganda Ömer Damolla yolg'izla Gomindang uchunla emas, balki Sovet ittifoqi uchunmi xatarlik bilingan bo'lsa kerak. Darvaqa Ömer Damolla vali bo'lgan mezgilida Qashqardagi nurg'un boylar mal dunyolarini va oila tavobatlarini sog'-salomat chet elga elib chiqalgan. Biroq Ömer Damollam valilikdan qoldirilgandan keyin chegara atlab safar qilish taslashgan. Safar qilganlarmi chegaradan Xitoylarga barliq mal dunyosini berib etish bedeliga aran chiqib ketaligan. Shunlashqa uning oqibatimi nurg'un Uyg'ur rahbarlariga o'xshash tragediyalik oxirlashgan. Vatanimizdagi yozuvchilar ichida faqat Sherif Xushtar apandilar Ömer Damollam haqida bir betlik aslima va bir parcha xotir suratni kitobiga kirgizgan. Biroq boshqa birmi kishi bu odam haqida bir qurmi uchur qoldirmagan. Har holda Saudiya Arabistonidagi Uyg'ur olimi Muhammad Qosim Hojim Ömer Damolla haqida qisqacha tarjima holini yozib qoldirgan. Ammo Ömer Damolla vali bo'lgan chog'dagi Qashqarning umumiy ahvoli haqida hozirgacha texi birmi asar yozilgani yo'q.